ritmik mashqlarda masalan doira chalmasa ham, boshqa bir soz yoki dutor chalinmasa ham ritmni aynan o'sha usul sezgisini ichkaridan sezishi shart. Buni sezish uchun ayniqsa mashqlari ham bor. Misol uchun aynan shu mashqlarni ufori usulda bajartirilsa maqsadga muvofiq. Chunki ufori usul murakkab emas yetarlicha va o'sha murakkab bo'lmagan usuldan boshlab turib ijro qilindirsa doirasiz. Masalan mana dahrarao men chekmagan jabru jafolardan biri. Endi shuni usuli boshda aytib berasiz, keyin usulni. Dahrarao men chekmagan dardu balolardan biri. Dahrarao men chekmagan dardu jafolardan biri. Hozir Mahliyaxondan ham shunaqangi bir asar eshitamiz ufol usulda. Shuni dutorda faqatgina tonni berib qo'yaman. Ana o'sha ton bilan asarni ijro qilaversam yaxshi. Yüzü fırqatinden idlavramım meni Yılamağlı bir lakiçkay subhila şamım meni. Endi shuni usuli